Bolajonlar, bilasizmi, vaqt juda tez o'tadi. Kunlar, haftalar, oylar birin-ketin almashadi. Shunday qilib, bir yil 4 faslga bo'linadi. Har bir faslning o'ziga xos go'zalligi bor. Avval bahor keladi. Tabiat uyqudan uyg'onadi. Daraxtlar kurtak yozib, gullar ochiladi. Qushlar qaytib kelib, quvnoq qo'shiqlar aytadi. Hamma joy yashil rangga burkanadi. Keyin yoz keladi. Quyosh charaqlab, kunlar uzun bo'ladi. Mazali mevalar pishadi. Biz kornaklarda cho'milamiz, o'yinlar o'ynaymiz. Hayvonlar ham yozning iliqligidan bahra oladi. Yozdan so'ng kuz keladi. Daraxtlarning barglari sarg'ayib qizaradi. Hosil yigib olinadi. Ayrim hayvonlar qishga tayyorgarlik ko'radi, oziq-ovqat to'playdi. Va nihoyat qish keladi. Hamma joyni oppoq qor qopladi. Ba'zi hayvonlar uxlab qoladi. Tabiat dam oladi. Keyin yana bahor kelib, bu ajoyib aylanish davom